Amerika-Xitoy munosabati izchil xalqaro munosabat sohasidagi muhim temalardan bo'lib, har qachon xalqaro jamoatning diqqat nazarida bo'lib kelmoqda. Bo'libmi buningdan yarim asr ilgari sobiq Amerika prezidenti Richard Nixonning Beijingga berishidan boshlangan do'stona aloqa necha 10 yilga so'zilgan uzun musofirlik gullanishdan keyin tadrijiy holda sovuqchilikqa o'rin almashtirdi. Buningda hammadan bekarek diqqat qo'zg'agan omil shu bo'ldiki, Trump hukumati davrida pardasi echilgan yiriklik Bayden hukumati davriga kelganda texmo ro'shanlashdi. Shu qatorda Beijing qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish hamda Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikqa chetishliq shaxslar va shirkatlarga jazo e'lon qilish tufaylidan ikki taraf o'rtasidagi surkilish texmo kuchaydi. Albuki Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, Hamasga qarshi harbiy harakatlar, Shimoliy Koreyaning yadro sinoqlari qatorliq bir qator voqealar Amerika hukumatining diqqatini o'xshamagan nuqtalarga parchalayotganda Xitoyning izchil turda Amerika uchun dushmanlik o'rnida qaralayotganligi davomli bilinmoqda. Amerika hukumatining, bo'libmi Amerika harbiy sohasining Xitoyga qanday qarashda bo'layotganligi hamda bo'lishi kerakligi haqidagi maydoni 24-yanvar kuni yana bir qatam oshkora ta'kidlandi. Shu kuni Amerika Mudofaa ministrligida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida general-mayor Patrik Ryder bu vaqtgi savollarga javob berib, bizning harbiy qismlarimiz dunyoning biror yeridagi to'qinishga taqobil turishga avatilligini yo'q. Biz duch kelayotgan hozirgi bosh xiris dal Xitoy omildir deb ko'rsatdi. Uning bu bayonoti Mudofaa ministri Lloyd Austinning Xitoy bizga xiris qilgan eng zo'r kuch. Bu hukm biz bugun, erta yoki kelgusida har qachon duch kelish ehtimoli bo'lgan bir xirisni aslatadi degan so'zi bilan bir yerdan chiqdi. General-mayor Patrik Ryderning bu xildagi so'zlari tasodifiy o'tirg'a chiqib qolgan hodisa emasligi 2025-yillik prezidentlik sayloviga qatnashayotgan Nikki Haley xonimning saylan nutqidimi alayda o'rin oldi. I dealt with China every single day at the United Nations. They never saw us as a competitor. They always saw us as an enemy. That's why we have to look at them the way they look at us. 17 yanvarda bu vaqtda so'z qilib, o'zining Amerika Qo'shma Shtatlarining BDT'dagi bosh elchisi bo'lgan mezgilda nimalarni ko'rganligini alohida tilga oldi. Uning qarashicha Xitoy hech qachon Amerikani raqobatchi deb qaramagan. Aksicha oshkor holda o'zlari uchun dushman deb jakolagan. Shunday bo'lgan ekan, o'zlarini dushman deb qarayotgan bir mamlakat bilan bo'lgan muomalada Amerika hukumati jazman o'xshash usulni qo'llanishi lozim. Bunun uchun Xitoylarning Amerika tavasida zamin sotib olishini ma'ni qilish, sotib olgan yerlarini qaytarib olish, oliy maktablardagi Xitoy ta'sirini tozalash deganlar buningdagi muhim tadbirlar bo'lishi kerak. Mutaxassislarning qarashicha Amerika hukumatining bu xildagi Xitoy dushmanligi qarashi ushtuntot o'tirg'a chiqib qolgan hodisa emas. Oldingi yarim asrlik muomala jarayonida Amerika izchil turda Xitoy navoda xalqaro aloqa va savdo to'riga ishtirok qilsa, tadrijiy holda dunyoning ta'sirida erkinlikka qarab mangidi degan tasavvurga ishongan. Ammo Xitoy Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining yordamida dunyo sahnasiga chiqqandan keyin o'zining tovar ishlab chiqarish mexanizmini kuchaytgan. Shuningdek, armiyani zamonaviylashtirishga zo'r kuch sarf qilgan. Ammo Xitoy boy bo'lgan sari va qudrat topgan sari erkinlikka menish o'rniga erkinlikni bo'g'ishga xushtar bo'lgan. Natijada Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining Xitoy haqidagi umidlari uzil-kesil barbod bo'lgan. Dal shunday bo'lganligi uchun Trump hukumati davrida boshlangan Xitoyga qarshi maydon Bayden hukumati davridami bosh mavqesini o'zgartmasdan davom qilgan. Ikki taraf o'rtasidagi bu xil umidga to'lgan muomalaning yimirilishi Tayvan masalasida hammadan bekarek o'z ifodasini topganligi ma'lum. Bo'libmi Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi davom qilayotganda Xitoyning g'arbning yordamida qo'lga kelgan qudratni ishga solib Tayvanga hujum qilish xavfi hamda bu xil yangi tajovuzchilik boshlanib qolsa, Amerika uchun ikki qayiqqa tang minib qilishdek nachar vaziyatning shakllanib qolish ehtimolligi bu jihatdagi andishini texmi kuchaytgan. Amerika hukumati xili burunla aniq qilib, Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika armiyasi bu ishga qurolliq aralashadi deb jakarlagan. Lekin yaqinda Amerika tavasidagi 52 nafar harbiy mutaxassis bu vaqtdagi reallikni baholab, Xitoyning Tayvanga hujum qilgudak va uni ishg'ol qilgudak harbiy quvvati yo'q deb xulosa chiqargan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Amerikadagi siyosiy analistchi Gordon Chang buningdagi ko'plagan omillar haqida to'xtalib bunday deydi. Well, for Taiwan, at this moment, I think that the Chinese military is merely huffing and puffing because they got the January 13th. Tayvan vaziyatiga kelsak, mening Xitoy armiyasi hozir bu joyda o'z go'shini o'z yigidek bo'lib turibdi. Chunki ular 13-yanvardagi saylovning qanday natija bilan oyoqlashganligini ko'rdi. Shu Xitoyning bu joyda qilayotganlari teri taraqtishdan boshqa narsa emas. Bu jihatlardan qaraganda buningdagi ma'lum bir mezgilda Tayvan bo'g'zi tinchlik va muqimlik shohid bo'lishi mumkin. Mening farzimcha Xitoy qisqa bir mezgil ichida suv va
va quruqlikdan Tayvanni ishg'ol qilishga urinmasligi mumkin. Ammo men Filippin atrofida bo'layotgan ishlardan vayim yemay tura olmayman. Chunki bu joyda Xitoy rasmiy holda dushmanlarcha harbiy harakatlarda bo'layotdi. Gerçi hükümetimiz Xitoyning bu xil tajovuzi o'ttirga chiqqan hamon ayni vaqtga kelishim bo'yicha buning qo'l tiqadiganligini eskartib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoy yanala o'zi bilganini qilib kelyapti. Bu bakmi xatarlik bir rayon. Ammo Xitoy hozir qaynayotgan bir qozonga o'xshab kelayotgan bo'lib, uning keyingi qadamda nima qilmoqchi ekanligini kesib bir narsa tegilib bo'lmaydi. Shunga menimcha hükümetimiz yanala Janubiy Xitoy dengizi va boshqa joylardagi eng yomon ehtimollarga tayyorlanib turishi lozim. But, we have to be prepared for worst outcomes in places like in the South China Sea, among others. Xitoy haqidagi salbiy tushunchaning Amerika xalqi orasida tezdan o'sib berayotganligi, yaqindan buyon ko'plab bilinayotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoyning raqobatchi yoki dushman deb qarash masalasida bu masala texmo aydin bo'lmoqda. Amerika xalqining nazaridagi dushman tizimligida Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Iran qatorliqlar bashiratdan o'rin olgan. Shundaqla yaqinqi mezgillarda oyoqlashgan 2023-yillik Ray sinashda bu masala muhim tema bo'lgan. Pew, Gallup qatorliq danglik Ray sinash markazlari o'rinlagan bu baholashda 50% yoki undan ortiq avom xalq Xitoyni bosh dushman deb qaragan. 30%dan ko'proq kishi bo'lsa, Rossiyani ikkinchi nomorliq dushman deb baholagan. Bu vaqtdagi baholash obzorlarida aytilishicha, bu hol Xitoyning uda 3-qitim Amerika jamoati tomonidan 1-nomorliq dushman deb qaralishi hisoblanadi. Fuqarolarning bu xil bahosi hukumat tarafining Xitoy haqidagi maydondan farqli bo'lib, jumhuriyatchilarning 70%dan ko'proqi Xitoyni bosh dushman deb qaragan. Demokratchilardan 30% kishi Xitoyni bosh dushman degan. Bu vaqtdagi baholashda ko'rsatilishicha, xalq ommasining Xitoyni eng chong dushman deb qarashida hammaga ma'lumlik bo'lgan voqealar muhim rol o'ynagan. Jumladan jasuslik havo shari, kishilik huquq, Tayvan bo'g'izidagi jiddiylik, Tojikiston virusining izchil davom qilgan ta'siri deganlar buningdagi muhim mazmunlardan bo'lib qolgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Chicago universitetining professori John Mershimer navbatda Rossiyani Amerika uchun bosh dushman deb qarashning zodila put taraf turamaydiganligini ta'kidlaydi. There's no reason that Russia should be an enemy of the United States. It's simply not a threat to the United States in any meaningful way. Hozir Ukrainadagi urush vaziyatini nazarda tutibla nurg'un kishilar Rossiyani Amerika uchun birinchi dushman deb qarashga moyil bo'lyapti. Amaliyotda bu urush Ukrainani Shimoliy Atlantik ahdid tashkilotiga elib kirish urinishiga qarshi turish sababidan portildi. Hozir Rossiya va Ukraina o'xshashla badal to'layapti. Ammo Rossiyani Amerika uchun bosh dushman deb qarash butunlay xato. Chunki Rossiyani biz uchun bosh dushman deyishda cho'yliq to'xtog'idagi hech qanday sabab yo'q. Rossiya Amerika uchun hech qanday tahdid emas. Hozir ba'zilar Rossiyani to'g'risida ular Sharqiy Yevropani ishg'ol qilgandan keyin G'arbiy Yevropaga urush qiladi deb qarayotdi. Amaliyotda Rossiyaning unchalik harbiy quvvati yo'q. Meningcha ularning bundaq bir niyatim bo'lgan emas. Shuning uchun Rossiyani biz uchun tahdid deyishimizning hech qanday o'rni yo'q. As a threat, but again, because of our efforts to bring Ukraine into NATO, we've created this situation. Xitoyning navbatda Amerika uchun haqiqiy ma'nodagi dushmanga aylanayotganligi, ana shu yo'sinda bargan sari ko'p sohaga yeyilayotganligi ma'lum. Ammo buning siyosat darajasiga ko'tarilishi hamda Amerika hukumatining bu vaqtda rasmiy bir qaror edishi uchun belgilik bir musofa ketishi mumkin deb qaralmoqda. Ma'lum bo'lishicha, sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va sobiq mudofaa ministri Leon Panetta 30 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida guvohlik berilgan bo'lib, Xitoy dushmanligi masalasining navbatdagi ahvoli yana bir qatam qarab chiqiladi.